Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Meni ismim Muhayyo. O'zim meditsina xodimiman. Shahar bolalar diagnostika markazida laboratoriyada vrach bo'lib ishlayman. Meni birinchi kelgan paytimdagi holatim juda ham yomon bo'lgan. Meni sahr kasalligi, davomiy sahr kasalligi, davomiy jigar, xolesterin, davleniya mana hamma ayollarda bor kasalliklar, hamma insonlarda bor kasalliklar, asosan ayollar kasalligi boshlangan hamma kasalliklar menda hammasi bor bo'lib, meni masjidga o'sha birinchi kelganda akamlar olib kelganlar. Meni o'z boshida bu gruppalarga qo'shgan, men ishonmay chiqib ketganman o'sha paytda. Keyin akam olib kelganlari sababi masjidda shu kompaniyani butun internet hamma anaqalardan ko'rib o'rganib chiqqanlar, ishonch hosil qilib, "Sen masjidda yaxshi bo'lasan, bitta boringlar" deb meni olib kelganlar. Bu yerda bilsanglar agar mana shu sahr kasalligida asosan chanqash, holsizlik, hojatga ko'p borish, keyin tez qorin ochadi, holsizlik, ayniqsa shu darajada holsizlik bo'ladiki, hech qayerga chiqmasam, faqat yotsam, shunaqa darajaga tushib qolgan bo'lganman men. Kelganimizda bizani mana shu yerda Asiyaxonim, Ferzopam bilan kutib olishgan, shu mana shu Perfecta Vitality Lux mahsulotlarini bizga ko'rsatib, tushuntirib berishgan. Shularni olib ichganmiz. Birinchi olgan rezultatim birinchi, ikkinchi, uchinchi kundan boshlanib, men o'sha o'zimdagi o'zgarishlarni juda ham yaxshi sezib, mana shu ikkitasini o'zida juda ham yaxshi sezib, uchinchi kundan holatimda katta o'zgarish bo'lgan. Qanaqa o'zgarish? Что men o'sha turib, yurib, o'zim xohishim bilan, chunki ko'p yotib, hech qanaqa ish qilgim kelmasdi, ishga ham zo'rg'a borib kelardim. O'sha qanaqadir quvvat olganman birinchi o'chirda. Kayfiyatim umuman o'zgargan. Shularni bilib turib ichishda davom etganman. Boshida 3 kun 05 dan boshlagan bo'lsam, keyin yo'g'iga telefonlashganman, nima Ferzopam bilan, Asiyaxonim bilan telefonlashganman, dozani ko'tarasiz. U ko'targanimda o'sha bir kubikdan ichishni boshlaganman. Undan u yo'g'iga bir haftada nazoratga o'tdim, analizlarimni nazorat qilishga o'tdim. Nazorat qilganimda o'sha tushyapti, sahrim tushmagan o'sha boshidan. Tushmasdi, men endokrinologiya, tosh miyaga ko'p yotib qolardim, skoriyda ko'p ketardim, bansiga tushib qolaverardim. Bu yerda nazorat ichyapman, ichgan sarimda o'zimda holat o'zgarish bo'lgan sari, natija olayotganim sari o'sha analizni o'sha tekshiraman, qani bir haftada qanaqa o'zgarish bo'lyapti. O'zgarishlar haftasiga, balkim kun davomida bo'lgan, haftasiga qilayotgan analizlarimda men o'sha nima sahrlarning tushayotganini hammasini sezib bordim. Shu mana shu ikkita balzam orqasidan juda katta natijani oldim. Bir oy ichida menda o'sha 21 xil dori ichayotgan bo'lsam, 4 mahal insulin olardim. Bir oy ichida hamma dorilarimni bittadan, ikkitadan qilib olib tashlab, даже 3 mahal insulinimni olib tashlab, bir mahal insulinda qoldim. Bir oy ichida shu darajada rezultat katta bo'lganida. Bor yo'q mana shu ikkita balzamlarning orqasidan. Bu endi o'sha 3,5 oy ichasiz deyishganning hisobidan qolgan 3,5 oyda umuman ora-orada kuchli dorilarim hammasi etapma-etap olib tashlaverildi. 3,5 oy ichida bitta sahr tabletkasi anaqa nima bitta kechqurungi insulinimda qoldi. Bitta davleniya dorisi bo'lardi, 3 mahal ichiladigan. Davleniya oshishli va shu tinmas edi. 3,5 oy ichida davleniyalarim o'z-o'zidan to'xtadi. Stabilniy to'xtadi. Men qo'rqib turardim, va hozir davleniyam oshib qolsa-chi, men buni yesam sahrim oshib qolsa. Yo'q, unaqalar hammasi to'xtatilib, o'z-o'zidan joy-joyiga tushib ketdi. Men butkul sog'lom odamga aylandim 3,5 oy vaqtida.